Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Rasvid mahallasidan sizlar uchun akalar echkilarning katta-kattasini, takaday, sarkaday bo'lib qolgan mana shunaqa suyaklari yirik, o'zi baqvat akalar echkilarni ko'rsatish uchun yetib keldim. Videoga bitta like bosib akalar kommentariyada Alloh hammamizga nasib qilsin deb bir chiroyli niyatlarni yozib ketinglar. Mana akalar, sizlar uchun mana shunaqa echkilarning yaxshilaridan, katta-kattalardan, uloqlari ham akalar katta bo'lib qolganlardan akalar ko'rsatish uchun yetib kelganman. Endi akalar bu yerdagi echkilarga e'tibor beramiz. Uloqlariga ham e'tibor beringlar, qanaqa kattaligiga, suyaklariga, holatiga, bir so'z bilan hamma quyuq-suyuq ma'lumotlarini to'laligicha endi sizlarga egalari bilan birgalikda yetkazaveramiz. Akalar, like da emas, xonadonimizga akalar fayzli, barakali chorva mollaridan minglab, millionlab boqib, xalqimizga yetkazish nasib qilsin. Mana akalar, sizlar uchun yaxshi variant, puli arzoni, kam pul tikib yaxshi foyda qilaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan, tez ko'payadigan variantdagi echkilarimiz sotuvga kelibdi. Bo'lmasa hamma ma'lumotlarini egalari bilan sizlarga birgalikda yetkazishni boshlaymiz. Bismillah. Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Surob aka, zo'rmisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, Alloh baraka bersin. Mana echkilaringizni ko'ryapmiz, rostdan katta ekan. Mana yirik, hammasi takaday bo'lib qopti, bular suyaklari ham ancha. Shunday echkilar hammasini suyak kerak aka. Yashang. Bu yerda necha bosh endi echki bor? Bu yerda 30 bosh aka. O'zi 30 bosh echki bor. Shunday 30 bosh. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa bir qo'lga olib qo'ysalaringiz ham bo'ladigan 30 boshgina echkimiz bor ekan. Bu 30 bosh echkidan endi hammasi ona bolami aka? Hammasi ona bola aka. Mana akalar, 30 bosh echkini hammasi ona bola. Endi aka, mana hozir ko'rib turibmiz, 30 bosh echki deyapmiz, lekin bularning ichidagi bolalarida egizlari ham bormi yo yo'qmi? Egizi yo'q aka, egizi yo'q. Egizi yo'q. Gap. Akalar, mana hammasi yakka tuqqan, o'zi ham katta tuqqan variant ekan. Uloqlari ham kattarib qopti. Bu necha oydan necha oygacha uloqlari bu bulan? Buni uloqlari aka 3 oydan 1 oygacha bor. 1 oydan 3 oygacha demak uloq bor. Onalarining yoshi qanday endi? Onalari qarisi umuman yo'q, eng uzog'i 3 marta tuqqan echkilar. 3 tuqqan echki uzog'i. Shunday. Mol qilayotgan molda aka. Akalar, xudo xolasa olib turib mol qilaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan mana shunaqa yosh echkilarimiz sotuvda. Eng uzog'i akalar 3 tuqqan ekan, qolgani akalar 1-2 tuqqan mana shunday echkilar. Mana uloqlarni ko'rsatib turing, uloqlari ham katta. Mana aka, uloqlari ham ancha kattarib qolibdi. Endi aka, bu uloqlari ham kattarib qolgan variantlarimizda endi bari sog'ligi hammaga kerak. Sog'ligida hech qanday muammosi yo'qmi? Sog'ligida muammosi. Sog'ligi aka garantiya, hammasi sog'lom mol aka. Sizlarga uyda sog'ligida hech qanday muammo yo'q, sog'ligi garantiya bor. Bemalol akalar, mana shunday garantiyali mol olaman degan akalarimiz, yesh joyida mana shunday mol olaman degan akalarimiz mana shoshilib qolasizlar. Endi aka, mana ko'ryapmiz, indamasa hamma narsani yer bilan kerak bo'lsa yeb qo'yadigan mana shunday yaxshi variant ekan. Endi mana shu qo'zlarimiz, nimalarimizda echkilarimiz aka yengilroq qilib xalqqa yetkazamiz-da. Shunda aka yengil qilib beramiz. Xudo xolasa barakat topar olgan odam. Gapi, akalar, mana ko'rib turibmiz, katta mana shunday echkilarimizni yengil qilib xalqqa yetkazamiz deyaptilar. Bari so'rab ketish kerak aka. Ichidan 5 ta soting, 10 ta soting deganlar ham sotaveramiz. Sotaveramiz aka. Yashang. Akalar, mana ko'rib turganimizda ichidan 5 ta soting, 10 ta soting degan akalarimizga ham xudo xolasa sotilaveradi. Kerak bo'lsa akalar o'zlaringiz olib kelsalar, bir dona ham xudo xolasa sotib yuboraveradilar. Shunday. Endi aka, buni dastavkasini qanday qilamiz? Dastavkasi aka bir qo'lga olgan odamga O'zbekistonda Lubay joyiga borib beraman. Demak, hozir mana shu bir qo'lga oldim ona bolani hammasini deganga O'zbekiston hamma joyiga boraveradi-da. Shunday 12 ta viloyatga bor aka. Bir qo'lga olsa. Akalar, bir qo'lga oldim degan akalarimizga 12 viloyatga xudo xolasa dastavka boraverar ekan. Shuning uchun akalar, O'zbekistonning qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar telefon qilib, narx-navosini kelishib, o'zlaringizga chaqirtirib olsalaringiz bo'laveradi. Endi aka, buni narxini necha puldan beramiz? Narxini aka 2 million 250 ming so'mdan beraylik bir. Ya, endi demenga 2 million 100 haq qoldi. 2 millionning o'zi haq qoldi. Bir yengilroq qilib bering. 50 ming so'mdan o'tib 2 million 200 dan qilib beraman aka. Ya, 50 demang. Shuni bir yana ham arzonroq qiling, qani nima bo'ladi? Bo'ldi aka, 100 o'tdim. 2 million 150 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. O'zlari kelib olib ketsa aka 2 million 100 dan ham berib yuboraman. O'zlari olib ketsa 2 million 100 dan ham berasiz. 2 million 100 dan ham berib yuboraman aka. Yashang. Mana akalar. O'zim olib ketaman degan akalarimizga xudo xolasa 2 million 100 ming dan ham berib yuborlar ekan. Shuning uchun akalar bemalol kelib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Manzilni eslatib o'taman akalar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar. Xo'p, Rasvid mahallasidan sizlar uchun akalar mana shunday akalarimizning uylaridan kelib video qilib turibmiz. Bugungi sanamiz akalar 16-iyun sanasi bilan yaxshi uloqlari katta variantni ko'rsatib o'tamiz.